Assalomu alaykum, hurmatli Biyagimiz Deno kanalining obunachilari, hurmatli YouTube ahli. Mana bugun 2026-yil 11-mart Qulpina uchun biz havuzcha qildik. O'tgan yili suvga qiynalib qolgandik. Uzunligi 8 metr, eniga 2 metr, chuqurligi 1,5 metr qilib birinchi qilishimiz. Bu mana klyonkani biz yuqasini qo'yib shekilli birligini nasib bo'lsa buni ham ko'ramiz tajribadan. Qulpina uchun bu tayyorlandi. Mana filtr qo'ydik. Biri 1 kilovatlik motor, 600 оборотga 1 minutda 600 suv haydar ekan. Bu degani 1 soatga 36 tonnami, 3 tonnadan ziyodmi, shuncha suv haydash kerak. Hali buni hisob kitobini qilganimiz yo'q. Xudo xolasa bu to'g'risida ham yangilik. Mana shu yerdan shlanka chiqarib qo'ydik. Oziqani ham suv haydaganda oziqa ham birdaniga ketiladi. Mana bu yerga 200 litrlik yoki 100 litrlik idish tayyorlab olamiz. Bu ariqdan keladigan suv yesi bilan pH'da tekshirib ko'ramiz. Hali ko'rganimiz yo'q. Suv qo'yish jarayonida ular ketadi. Biz uchun yangilik. Suv qo'yish jarayonida birdaniga oziqa ham shu yerdan ketadi. Shu sariq shlanka hozir uzunroq qilamiz. Mana bu yerga 200 litrlik bochka qilib tayyorlab olamiz. Qulayroq bo'lsin deb. Suvni borida bundan foydalanamiz. Yo'q bo'lsa biz trassani shunday qildikki, yer tagidan kachat krandan ham olish imkoniyati bor. Mana bu kranni yopib qo'yamiz. Bu tomondan keladi. Hozir u tomonni yopib qo'yibmiz. Bu tomondan suv qo'yish imkoniyatlarini, sharoit yaratdik. Shuni hisobiga ancha kechikib qoldik. Xo'sh, bu yil asosan Kileri bilan Florence ko'chatini ekdik. Klyanka agrovoloknamiz tugab qoldi. Mana bu 3 agatga ko'chat qilish uchun albam ekib qo'ydik. Mana qora salafon tortdik. Xo'sh, ishlarni ko'payib ketganligi, yerimizni tayyor bo'lmaganligi sababli biz bu yil ancha kechikdik. 28-29 1-noyabrda bularni ekib tugatdik yerga. Kecha qanday ob-havolar, qor yog'ib, yomg'ir edi, sovuq edi. Bugun bu bizni Surxondaryo Serquyosh Denodan bugun ob-havo qanday yaxshi. Qulpinalardan mana shundan qancha oziqa olyapti. Holati juda bir yaxshi. Ancha xavotirlangandim, asabiylashgandim, kechikdim deb. Holatlari juda mana yaxshi. Barglarni qarang, tip-tiniq. Qaynash ham yaxshi qaynayapti. Hosilga ham kirib qoldi-yu. Manaki. Bu pishganda ko'ramiz natijasini. Bu alba 1-noyabrda ekkandik 3 agat. Agrovoloknamiz tugab yetmay qolgandi.
Bunga qora salafan lenta tortdik. Bu mana qora salafan plyonkaning yoki agrovoloknning foydali tomonlari bu namgarchilikni o'zida saqlaydi. Agrovolokna ham xuddi shunaqangi. Eng asosiy maqsad o'tdan, begona o'tlar chiqishdan asraydi. Mana bu o'tlarni yulib tashlash osonroq, lekin buncha joyda o'tdan yaxshi himoya qiladi, begona o'tlardan. Mana ko'rib turganingizdek, chiroylikkina faqat qulpinoyda o'zi ko'rinib turadi. Hosillam tuyib qolibdi. Xuddi tezroq bunga oziqasini berish kerak. Bunga birinchi oziqani biz bu yil retseptlarni o'zgartirib kalsiy nitratdan beramiz. Kalsiy nitratning foydasi hosildorligingizda yirik qilib, kalsiyga bo'lgan talabini qulpinoy ko'pincha kalsiy, magniy, kaliy yaxshi ko'radi. Shunga bo'lgan talabini qondiradi. Keyingi videolarda biz buni batafsil qo'yib boraveramiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Yaxshi kunda ko'rishaveraylik.